Assalomu alaykum qadrdonlar, xudo xolasa sizlarga foydali ma'lumot berishga harakat qilamiz. Qo'limizdan kelgancha hozir oldimizga Makka, undan tashqari mana bunaqangi beda press olib berib qo'yganmiz. Bularda hozir qo'ylarimizga yangi oxir olib kelganmiz. Bularga bitta qo'yib, sizlarga qanday holatda turadi, qanday holatda bo'ladi, bular haqida qisqacha ma'lumotlar beramiz. Akalar mana Makka bu oddiy o'sha press. Pressda bu oxirimizda hozir yuringlar, sizlarga ko'rsatamiz. Operator akamiz ichkariga kirmasdan, qo'ylar hurkitmasdan tashqari tarafdan olaveradilar. Biz hozir ichkariga kirib, bitta qo'ylarga qanday holatda beriladi. Xudo xolasa. Bunimizga mana tepasida maxsus somonlarni, bedalarni solgani maxsus shunaqa setkasi bor, tepasida setkalari bor. Ishga solib qo'ysalaring, o'ziga kerakligini aytdan tortib yoradi. Mana aytdan. Ko'ryapsizmi? Ishdan tortib yoradi mana. Makkasini, donini, mana bu oxirlari bor. Oxirimizga sochib qo'ysa, xudo xolasa, o'ziga kerakligini qo'ylar. Kelib yorishaveradi. Hop, bu yog'iga sochib qo'yamiz. Bu oxirimiz uzunasi 2 metr qilingan, eniga 65 sm, balandligi 1 metr bo'ladi. Shunaqangi ena bola qo'ylarga, mana shunaqa ena bola qo'ylarga, qo'chqorlarga hammasiga xudo xolasa aytaveradi. Oxirlarini ko'radigan bo'lsa, kirib chiqadigan qilgan ekranga bitta ko'rsatib qo'y. Qadrdonlar, o'sha oxirimizni ko'rsalar, bitta saylarda o'sha yuvib qilgani ikkita oxiri bor, bu yoqlarda mana. Bu yoqlarda ikkita oxirlari bor, yuvib qilgani, bemalol yuvib turib qo'yilaveradigan holatda bo'ladi. Olasizmi? Qadrdonlar, mana ko'ryapsizlar, xudo xolasa qo'ylarga o'sha tagiga oxirlarni qilganmiz. Bemalol bir taraf, ikki tarafdan kelib, aylanib kelib yeyishaveradi. Razmeri uzunasi 2 metr, balandligi 1,5 sm, eniga 65 sm tagida o'sha ikkita oxirlari bor. Tepasida hashay solgani maxsus joyi bor. Xo'p, narxiga qiziqqanlarga mana shu holatda tayyor bo'lishi 1,600,000 so'mga tayyor bo'lyapti. Donini pastdan yo'radi, o'ziga kerakli hashaylarni keyin o'ziga kelib tortib yo'radi. Buni yana video davomida ham qo'yib boramiz agar xudo xolasa. Qiziqqanlarga ekranni pastda nomerlar qoldiramiz akalar, aloqaga chiqib qolasizlar mana. Hashaylarni tortib yeyishni boshlashdi уже mana. Qarang, mana bu yoqda. Mana o'ziga kerakligini yeyishni boshlashdi. Xudo xolasa, mana. Ko'ryapsizmi? Akalar, qiziqqanlarga o'sha pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqib qolasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Amal chorasiga Alloh baraka bersin.